erkin bo'lish, jozibali bo'lish, erim uchun erimni yaqinlashtirishga, erimni jalb qilishga, erim uchun jozibali seksual ayol bo'lish yo'lakchamda men avvalambor o'zimni topishim kerak. Men o'zimni topishimda u ham 3 ta praktika. Birinchi o'zingizga savol beradiganingiz nima bo'ladi? Men nimada va nima uchun o'zimni cheklayman? Bir savol bering o'zingizga. Siz shu paytgacha nimada cheklagansiz o'zingizni? Mana cheklovlar dedim-ku, chunki erkinlik haqida gapirdik. Mana bu narsani o'sha xulosasini chiqarish uchun o'zingizga ayting, men aslida mana ochig'ini aytadigan bo'lsam, men o'zimga nimalarni cheklayman? Sayohatlarda, o'qishda, xohish istaklarimda, hobbilarimda, to'shakda, nimada men o'zimni cheklayman? Chunki ko'p ayollarni, даже hattoki erkaklar ham bunga shikoyat qiladi. Mana jinsiy aloqa bo'layotgan paytda ham ayollar shu darajada mana ehtirosli bo'lishni xohlaydi, lekin cheklov bor, mana bu yerda noto'g'ri fikr bor. Hozir agar men shuni talab qilsam yoki hozir men shu narsani aytsam, agar meni yengiltak ayol deb o'ylasachi erim.